Hijoma nima deb savol berganmidingiz? Videoni oxirigacha ko'rsangiz bilib Arab olasiz. tilida hijoma so'zi al-hajm so'zidan olingan bo'lib, o'zidan qon so'rib olish degan ma'noni anglatadi. Hijoma, ya'ni qon oldirish eng qadimiy kasalliklarni davolash usulidir. Qon inson organizmidagi eng muhim elementlardan biri bo'lib, to'qimalarga kislorod yetkazib berishda va moddalar almashinuvida ishtirok etadi. Biroq har kim ham organizmdagi qonni bir joyga tiqilib qolishini, arteriya tomirlarga qonni ma'lum bir qismlarini oqishini bilmaydi. Hozirgi kunda juda ko'pchilik kam harakat bo'lib qolishgan, noto'g'ri ovqatlanishadi, doimiy ravishda kasalliklarga duchor bo'lishadi, doimiy stressda yurishadi. Eng asosiysi havoning ifloslanishida qonimizni qarishga hamda qonning sifati buzilishiga olib kelishi mumkin. Buni bilarmidingiz? Hijoma muolajasi hozirgi kunda eng tabiiy dori-darmonlar bu qon oldirish, ya'ni hijoma qildirish muolajasi hisoblanadi.